Uzoq davom etayotgan qabziyat bu jiddiy kasallikning belgisi bo'lishi mumkin. Qabziyat asosan noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni kerakli suyuqlik yoki kelishayotgan mahsulotlarni yaxshi iste'mol qilmaslik, oshqozon kasalliklari yoki o'z qopidagi muammolar yoki bo'lmasa yo'g'oncha kasallik hisobiga bo'ladi. Bunda asosan bemorlarda ichni yaxshi kelmasligi, qattiq holatga kelishligi, qorinda sanchili og'riqlar va qorin dam bo'lishlari bilan kuzatiladi. Bemorlarda asosan qabziyatning davom etish muddati, ya'ni ich kelishi 5 kungacha bo'lgan davrda, ya'ni asosan konservativ davo muolajalari orqali amalga oshiriladi va kerakli sabablar bartaraf qilinadi. Agar bemorda 7 kun va 10 kundan oshiq davom etayotgan bo'lsa, bunaqa holatlarda bu kasallikka jiddiy qarash kerak. Ya'ni chunki bu yo'g'onchada jiddiy muammo yoki bu tug'ma ichaklarning uzun bo'lishi, dolixosigma yoki dolixokolon degan kasallik yoki bo'lmasa yo'g'onchada o'sma kasalliklarining alomati bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday holatlarda bularni bariyli kontrast irrigografiya va kolonoskopiya degan tekshiruvlar tavsiya etiladi va bu sababga qarab bartaraf qilib qo'yiladi. Chunki nima sababdan onkologik kasallik bo'lsa ham vaqtida uni bartaraf qilib undan qutulish kerak. Ichaklar uzun bo'lgan holatlarda-chi, bunaqa holatlarda ham ichaklarni, ya'ni operatsiya yo'li bilan to'g'rilab qo'yiladi, chunki u ichaklarning buralib qolishi va qayta operatsiya bo'lishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun qabziyatga jiddiy qarash kerak, vaqtida uni davolash kerak yoki bo'lmasa boshqa davo choralari bo'lsa, ularni vaqtida amalga oshirish shart. Bu videoni qabziyatdan aziyat chekayotgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, foydali maslahat berishda davom etamiz.